Yo'q, taksi ustidan kulyapsizmi? Qanaqa izimrud? Biz hech qancha yurganimiz ham yo'q-u. Undan nech pul bermoqchisansan? Keling qo'ysa 6 ta izimrud. 8 ta qil mayli. Mayli, feminash. Hozir man sizga beraman. Qani, mana oling 8 izimrudingizni. Rahmat, sog' bo'l. Rahmat sizga ham, sog' bo'ling, yaxshi yetib oling. Hammaga salom bolalar, mani ismim Kompot. Mani yangi videomga xush kelibsizlar. Ko'rgan bo'lsanglar, mana hozir mana 8 ta izimrud anaqa taksiga ketkizdim. Chunki men o'zimga mayak zakaz qildim, u pochtaga bordi. Pochtadan borib olib kelishga taksida borib keluvdim. Qishlog'imga ham kelib oldim. Anta qanaqadir majlis bo'lyaptimi? Manimcha men o'tkazib yubordimmi deyman-a. Tezroq borish kerak unda, kech qolmasdan qanichi. To'xtaylik, bu majlisga o'xshamayapti. Voy, nima bu? Kompot, очередьga turmaysanmi, очередьga? Qanaqa очередь bu? Nima bu yani qishloqli? Nima bu? Ko'rmayapsanmi? Radужный yama bu. Yo'q, Radужный yamaligini ko'ryapman. Nima qilyapti bu bizani qishlog'imizda? Biz ham hayronmiz, ertalab tursak qishloqlar bilan shu paydo bo'lib qolibdi. Endi biz ham kelib qarayapmiz nimaligini. Qanaqadir ajoyib yam ekan bu ham boru, yana shunaqa aylangan spiralga o'xshab, qanaqadir dropperga o'xshar ekan-a? Da, shunga o'xshar ekan boru, Kompot даже biz очередьga ham turib oldik hammamizni ko'rishga. Biz hozir sakramoqchimiz shunga. Qishloqlar, sizlar jinniroqmisizlar? Bu yerga sakraysizlar, bilmaysizlar bu yerda nimaligini. Qanaqadir oddiy Radужный yami. Kompot, o'shaning uchun sakray. Qolgancha bor biz senga очередьdan o'tib boramiz. Nima? Yo'q, rahmat. Men jinni emasman, sakraydigan. Mana men o'zim mayakim bor. Borib o'shani qo'ya qoldik. Men bu yerga sakramaganman, hali jinni bo'lmaganman. Kompot, to'xtang, sabrincha sakra, senga bitta chelak suv beramiz. Bitta chelak suv deysanmi? Bitta chelak suv bilan lekin amallab tushsa bo'ladi pastga. Lekin baribir qo'rqinchli-da. Kompot, iltimos, san tushgin. Kompot, iltimos, san tush. Mayli, sizlarga narsalarni tayyorlab turinglar, men narsalarni qo'yib chiqay. Dalli, mana shu qishloqda ham har xil narsalar bo'ladi-da, boru tushunmayman mana shunga. Bir Radужный zina paydo bo'lib qoladimi? Yana har xil narsalar paydo bo'ladi. Bir Radужный uylar paydo bo'ladi. Endi bu safar Radужный yami. Lekin mayli bitta tushib ko'rishga arzisa kerak. Endi nima bo'lar ekan pastida? Endi boramiz. Uchta qishloqlarning hamma narsani tayyorlab qo'ydinglar. Kompot, bizga bitta chelak suv bilan yo'lni ochib qo'ydik tushishingga. Qanaqa kaska bu? Undan yaxshimi? Rahmat. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Ertaga suv quyib olishga ulgurmasam o'lishim mumkin-a? Kompot. Tushunarli. Tushsam hammasi yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Davay Kompot, biz ham shunaqa deb o'ylaymiz, sen berarsanmi borligini. Что valla, men hozir pastga tushaman, davay ketdi. 1 2 3. Voy, dalli aylanib ketishini. Voy, to'xtanglar, men suv ko'ryapman. Oppa. Voy, dalli tushib ketdim. Men voy, qayerga olib kirib ketib qoldi. Voy, men bitta sunduq bor ekanmi, qanichi? Bu yoqda richak bor ekan. Mayli tepaga chiqib qolamiz sen. Davay. Dalli, yaxshi ham suv bor ekan-a. Oho, qanchalik tepada, bu qani tepaga chiqib qolganman endi. Davay. Oppa. Qishloqlar, qaranglar, bu men Kompotman. Yo'q, lekin qayerdan ham meni eshitishar tepada, vashchi uzun tepa. Qani tepaga chiqib qolganman shunaqa qilib. Oho, yo'q, men chiqib olmasam kerak, balandligini qaranglar. Men yana qayergadir kirib ketganimda sunduq bilan richak ko'rdim, u yerda yana qanaqadir proxod ham bor edi, boru lekin. Bunda pastga tushib ko'raylikchi. Mana shu richak olgan joyimda yana qanaqadir proxod bor edi. Meni ko'rasizlarmi? Proxod bor ekan, yana ketdim, o'sha yerga ham kirib ko'raychi. Pastga tushamiz. Oppa. Dalli, mana eshik. Richak unda mana shu uchun kerak bo'lsa kerak, to'g'rimi? Ochamiz. Dalli, испытаниeni boshlash. Qanaqa испытание? Men испытание qilishga tushganim yo'q, просто ko'rmoqchi edim bu yoqda nima borligini. Mayli, boshqa ilojim ham yo'q bo'lsa kerak, o'sha qanicha. Bosamiz. Voy, dalli, Radужный испытание, parkurmi bu? Obbo, kimdir meni ustimdan kulyaptimi? Mayli, kelinglar o'tamiz Radужный parkurda. Yana Radужный iznilar.
Tak, to'xtayli. Aytgancha bitta narsa miyam kelib qoldi. Esinglardanmi? Men video qo'yuvdim-u. Mani qishlog'imda qayerdan radujniy izina paydo bo'lib qoluvdi deb. Balki uniyam, mayli kelinglar hozircha unaqa предположение qilmay turamiz. O'tib olaylik, keyin oxirida ko'ramiz bu nimaligini. Tak, o'tamiz. Sekin-sekin. Tak, oppa, buni sakra olamiz. Tak, op. Bu yoq tarafda ham bormi? Bor ekan. Давайте, oppa, ana. Tak, endi nima bor ekan bu yerda sunduq, bu yerda eshik bor ekan. Nima yarmiga bo'lishim kerak. Buni уже men tushunib bo'ldim. Ana sunduqda menimcha richakka o'xshagan narsa bo'lishi kerak. Endi bu logично, to'g'rimi? Tak, men bitta voy darli lavaga tushib ketishim sal qoldi mayli. Tak, kelamiz. Oppa, aytdim-ku mana richak bo'ladi deb. Tak, richakka ham oldim. Endi sekin chiqaveramiz. Ana o'sha yerga borish kerak. Oppa, tak, ana. Tak, mana zinali. Op, sekin tushib olamiz. Bu qiyin bo'lgan-yu, richakka qo'yamiz. Ana bo'ldi, eshik ochildi. Voy dalli, bu nima labirintmi? Voy, vashcha qiyin bo'lar ekanda endi. Tak, bundoq boramiz. Mana bitta sunduq bor ekan bu yerda. Yashil краситель. Tushunmadim, lekin tak, bu yoqda-chi? Bu yoqda голубой краситель ekan. Tak, kelamiz. Eshik. Bo'ldi, bu ham logично tushunishim bo'yicha endi mana shu красительlarni topib qo'yib chiqishim kerak, to'g'rimi? Tak, ko'k краситель. Tak, yana qayerlarda bor ekan-a? Tak, ayolida ham sunduq ko'ryapman. Tak, olamiz. Qizil краситель. Tak. Boramiz, qidiramiz. Qayoqda yana sunduq bor? Tak, mana фиолетовый краситель. Yana qayerlarda bor ekan? Oppa, mana bitta bor ekan. Mandush почти hamma ranglar ham bo'ldi, lekin qaranglar. Tak, hammasini bundoq qo'yib chiqamiz-da, akkuratno qilib. Tak, bu yoqda-chi? Buni ochib chiqqan ekanman. Yana qaysi sunduqlar bor edi, men ochmagan. Tak, boramiz. Yana qayerda bor edi? Oppa, menimcha mashina ochmagandim men. Tak, oppa, ana sariq краситель ham chiqdi. Ana bo'ldi. Men o'sha hamma ranglarni ham yig'ib oldim. Radugan hamma rangini yig'dim. Tak, endi borib bemalol qo'yaveramiz. Tak, bu yoqga qizil, bu yoqga oranjiy, bu yoqga sariq, bu yoqga yashil, bu yoqga голубой, bu yoqga fioletoviy, bu yoqga tushunmadim. Yana bitta rang. Mana shu hamma ranglarni yig'ib oldim shekil. Qanaqasiga? Mana hamma ranglarni yig'ib oldim. Radujniy ranglarni yig'ib oldim. Yana bitta rang qolib ketdi mana. Mayli, ketdi yana qidirib ko'ramiz unda. Tak. Mana как раз men o'ylaganimdek bo'ldi. Oq qolib ketgan ekan. Tak, endi borib oqqa ham qo'yamiz. Men biluvdim mana shu oq yoki qora bo'lishini. Tak, oq qo'yamiz. Ana bo'ldi, eshik ham ochildi. Tak, endi bu yoqda nima ekan? Bu yoqda kravatlar nima? Bu yoqda endi uxlashim kerakmi yoki sakrashim kerakmi maza qilib? Tak, kelaylik, bu yoqda tanishib olamiz. Bu yoqda hop, anaqalar bor ekan. Tak, nima qilish kerakini? Menimcha men o'sha sekin tushunmayotgandayman. Boru nima qilish kerakligini. Tak, men kravatda olaylik-da. Tak, qizillarni olib, qizillarni mashitga otsak. Tak, endi menimcha hammasini olib otib chiqishim kerak menimcha. Tak, endi oranjeviylarni olamiz. Mana yana bitta oranjeviy, yana bo'ldimi-da, bo'ldi. Oppa, mana bitta qizil qolib ketgan ekan. Tak, qizilni bu yoqga, endi bu yoqga oranjeviylarni. Op, ana bo'ldi. Tak, endi sariqlarni olamiz. Tak, oldik. Yana qayerda sariq bor? Menimcha bo'ldi ekan. Tak, otamiz. Tak, endi yashillar olamiz. Op, ana bo'ldi. Oppa, mana yana bitta yashil. Tak, boramiz. Op, ana bo'ldi. Tak, endi голубой. Tak, голубойlarni ham otib chiqamiz. Голубойlarga rosa ko'p ekan boru. Tak, endi ko'kka olamiz. Tak, ana bo'ldi. Ketdi, ko'kka otamiz bu yoqga. Endi fioletoviy qoldi. Fioletoviy ham tak, bir ana bo'ldi. Oppa, ana eshik ham ochildi. Men to'g'ri topimman. Tak, endi keyingisiga ham o'tirsak bo'ladi. Tak, craft esla. Qanaqa craft tushunmadim. Keyingisiga o'tsa bo'lar ekan, lekin lekin bu yoqdan o'tsa bo'lmaydi, lava. Tushunmadim, lekin невидимый blok bormikan? Yo'q, lekin yo'q ekan. Вспомни craft esla deb yozib qo'yilibdi. Давайте buni qaychi qilib olamiz o'zimizga.
Men tushundim. Ma'murlardan hozir shersini olib, ana kimdo qurib o't olsa bo'ladi. Tak, mana qanaqa o'tsa bo'ladi. Tak, ana bo'ldi. Nima ishlar hammasini olib chiqamiz. Tak, davay. Bu yoqqa kellaring ham menikini olaman. Qayoqqa qochib ketyapsan bu yoqqa san ham. Tak, men uchun rangi mashina yetadi deb o'ylayapman. Boring, nima ishlarni qo'yib, sekin o't olamiz mana bitga. Tak, qaranglar mana o'xshyapti. Tak, hop. Ana endi bunisini hop. Pashti ozgina qolibdi. Menimcha bloklarim yetadi deb o'ylayapman. Hop, yana ana. Tak, qizilimni qo'yamiz. Tak, endi buni bo'ldi, всё. Tak, endi bu yoqda tuzilib yozilibdi. Faqat radugalarni rangi bilan o'tgan. Bu menimcha endi hozir raduga rangi bilan o'tib birinchi bo'lib qizil, to'g'rimi? Bundan o'tsa bo'lmaydi. Mana qaranglar, tushib ketyapti bundan ham. Qizildan esa mana qaranglar, qizildan o'tsa bo'lyapti. Tak, bunisidan o'tamiz. Mana qizildan o'tsa bo'lar ekan. Endi oranjeviyga bu yerda tushib ketadi. Bu yerdan ham tushib ketadi. Mana endi oranjevый, sariq, yashil, голубой, ko'k и фиолетовый. Tak, endi bunisini bo'ldi. Yana qancha bittani bor ekan. Tak, mayli. Tak, ochamiz. Voy dalli. Voy, rostdan sanmisan? Voy, kompot, men san kelishingni bilmagandim yana meni ispitanialarimga. Radujniy igrok, san yana meni qishloqlarimga ispitaniya qildingmi? Men seni qishloqlaringga yana ispitaniya qiluvdim, lekin yana san kelib qolding. Men juda ko'p qishloqlarga qiluvdim o'zi buni. Ko'rishganimiz zo'r bo'ldi-ya. Zo'r bo'ldi, lekin ko'rishganimiz bor. Bolalar, agar sizlar eslasanglar, bu o'tgan safar qishlog'imizga kelib, zina qiluvdim mana shu radujniy. Men hozir boshida shuni aytmoqchi edim, sizlarga aytmagandim kelgan. Kompot, sen zagadli ekansan. Senga endi radujniy priz beraman men senga. Tak, hozir to'xtab tur, oppa. Voy, nima ekan bu? Voy, dallisan, rostdan aytayapsanmi? Voy, dallisan, bor meni fikrlarimni o'qiyapsanmi? Bugun men o'zimga mayak sotib oldim. Mana shu bloklar bilan men endi uni radujniy qilaman. Kompot, sen malades, men kameralardan qarab turibman. Qishloqqa tushamiz ham, tushmaymiz deb o'ylab turibsan. Sen qo'rqmasdan tushibsan bu yoqqa. Sen katta maladesan. Rahmat radujniy igrok. Men bu hamma ispitaniyalarni o'tdim, lekin unaqa qiynmas edi, bor juda ham zo'r oformlash qilsan deymashlaring, lekin men bilaman yurish kerak emas, ko'rgim kelmayapti. Tak, unda o'zani qishloqlar ham o'tolsin, biz ham keyin yana ko'rishamiz kompot. Zo'r bo'lardi. Tak, sizlar ham bolalar kommentariyaga yozib ketinglar, video qilaymi shu radujniy igrok bilan yoki yo'qmi? Kommentariyalarni o'qib qolaman. Tak, endi men bu yerdan qanaqadir qilib chiqishim kerak, bu yoqda yo'l bormi? Конечно, yo'l bor, hozir men seni olib chiqaman. Agar videom yoqqan bo'lsa, like bosib, keyingi videomni kutib qolaman. Xayr, hammanglar sog' bo'linglar.